xuddi meni o'lim kutib turgandek bo'lib anaqa qilardimda. Men o'sha kelgan paytimda o'sha nima deydi, xavotir, vahimali anaqa bo'lib qolgandim. Xuddi masalan nima qilsam, shu shomdan keyin bo'lsa, o'zi meni xavotir bosardi. Xuddi bir nima bo'lib qolayotganimdek. Keyin shu farzandlarim ham hammasi mendan xavotirlanib qolishdi-da, chunki vahimam bor edi. Nimadan namoyon bo'lar edi? Keyin undan tashqari o'sha absens bo'lishim 2-3 kunda o'sha qisqa muddatga o'zimni yo'qotib, keyin yotib qolib o'sha jarayondagi narsani unutardim-da. Xotiram ham yaxshi bo'lmay qoldi. U paytda o'sha 2020-yilda bo'lsa, u paytda hali nafaqaga chiqmagandim, ishlardim akademik litseyda. O'sha litseyda nima qilayotgan paytimda ham bir xil paytlar dars jarayonida ham nima qildi, keyin pensiyaga nafaqaga chiqqandan so'ng dars nima qildim. Litseyda bormadim. Shunday bo'lsa ham, lekin baribir o'sha kasalligim qo'zg'ab nima turardi. Davleniyam oshardi o'sha paytda. Keyin o'sha absens xurujida unaqa og'ir bo'lmasdi-ku, lekin o'sha kasal bo'lgan jarayonimda bo'lgan voqeani xotiramdan chiqarardim. Keyin o'sha kasallik boshlangandan buyon ko'p narsani boya xotiram undan oldin juda yaxshi edi. Repetitorlik qilganman, akademik litseyda o'sha o'qiganman. Hamma nimalarim joyida edi. O'sha kasallik menda paydo xuruj qilgandan keyin o'sha xotiram zaiflashib qoldi-da. Xuddi menda bir nima bo'lib qolayotganimdek, xuddi meni o'lim kutib turgandek bo'lib anaqa qilardim-da. Xuddi anaqa qilsam, kechqurun bo'laversa ertalabgacha bir nimadir meni anaqa qo'yayotgandek bo'lardim. O'sha vahima anaqasi bor edi, xavotirim, vahimam bor. Jizzaxda ginekologlarga nima qildik, keyin yana boshqa bir vrachlarga keldik. Toshkentda bir ikkita odamlar endi boya meni kasalimga qarab, mana shu yerda yaxshi doktor boring deb nima qilishdi, lekin noto'g'ri tashxis qo'yildi. Bir xil nimalarda Hindistonga borib, o'sha boshingizda nima bor ekan, operatsiya qildirishingiz kerak deyishdi. Masalan, og'izdan ko'pik kelib, yo anaqa qolish, unaqa shu qisqa muddatga o'tib ketardi-da. Bir xil payt o'sha ayni birinchi boshlagan paytda o'sha 1-2 marta dars jarayonida ham unaqa qilgan, lekin o'quvchilar bilmaganda. Birinchi uchrashgan mana shifokorim Sobitjon Qurbonov bo'ldilar. Keyin Sobitjon bilan maslahatlashdik. Meni keyin o'sha jarayonda kuzatilasizda kuzatishingiz kerak dedilar. O'sha 1-2 dorilar yozib berib, keyin sizniki dedilar, opa, bu absens deyiladi. Shundan keyin Xudoga shukr o'zimga kelib, kayfiyatim ham ko'tarildi. Juda umuman kayfiyatsiz ahvolda edim bundan oldin. Hech nima yoqmasdi deb o'zim yakkalikdan o'qib qolgandim-da. Yo, tushkun holatda bo'lib qoldim. Yo, asta-asta o'zimga keldim. Farzandlarim ham xursand, jigarlarim ham hammalari anaqa qilishdi. Natijani o'sha Sobitjonga kelganimdan keyin o'zgardimi, hamma nimalarim, jigarlarim xursand bo'lishdi. Allohga shukr, o'zingga qaytib anaqa qilyapsan. Keyin bular aytishdiki, hech qachon kayfiyatni tushirmang, tushkunlikka tushmang. Hamma vaqt yaxshi anaqada bo'ling, sayohatlarga boring. Ko'proq o'sha tabiat bilan, tabiat qo'ynida bo'ling. O'g'lim olib kelganda o'g'limga tayyorlab aytishdi, anaqa qilsin, qiling dedilar. Yo, o'g'lim ham ayjonim qayerga nima qilsa, men shu yerga olib borishga tayyorman deb anaqa qildi. Keyin o'sha 2020-yilda o'qigan bo'lsam, birinchi marta o'sha umraga borganimizda ham yaxshi anaqa borib keldim. Undan keyin 2024-yil Misrga borib keldik. O'shada ham men nima qilmadida, Allohga shukr. Keyin o'sha 2025-yilda ham yana ikkinchi marta umraga bordik. 16 kun turgan bo'lsak, 16 kun davomida meni xurujim nima qilmadi. Davleniyam ham oshmadi. Men bulardan minnatdorchiligim Sobitjonni o'ta ajoyib inson ekanligini aytishim. Qay vaqt telefon qilsam, o'sha telefonni nimasini qoldirmaydilar. Masalan, o'sha payt ola olmasalar ham o'zlari qaytib chiqib, menga opajon tinchmisiz deb nima qiladi. Endi ko'p vrachlarda bunday holatni men kuzatmaganman. Masalan, o'zimiz Jizzaxda endi bemor bo'lib borasiz, lekin bu darajada anaqa e'tibor bilan nima qilishmaydi. Sobitjonda shu narsani ko'rdim men. O'sha odamgarchilik, mehribonlik, o'sha bemorlarga bo'lgan munosabat juda ham kuchli, yaxshi-da. Men minnatdorman. Kelsam hamma vaqt ko'radilar, telefonda ham javob beradilar. O'sha mana kecha ro'za oyida, Ramazon oyida ham o'sha ro'za tutish kerak bo'lgan paytimda so'rab nima qilsam, opadillar
2-3 kun o'zingizni kuzatingda, keyin agar hech qanaqa holat bo'lmasa tutavering, o'sha dorilarni ertalabgacha nima qilasiz dedilar. Yo'q, xudoga shukr, yaxshi nima qildik, o'tdik. Nimadan Ramazon oylarida ro'zani tutdim, Allohga shukr. Hozir xudoga shukr hammaning orasiga qo'shildim. Hozir meni ko'rsa akalarim, Allohga shukr, o'zingga kim mana nima qilib uzoq ko'rmaydigan qarindoshlar Mashhurajon yaxshi o'zingga kelib qolibsan deb anaqa qilishardi. Hamma vaqt shunday yurgan. Chunki avval bunaqa ayol bo'lmaganman-da, bunday xavotirli tushkun nimada yurmaganman. O'sha endi o'zingga qaytibsan, ana shu holatingni ushlab qolgin. Hamma vaqt ana shunday quvnoq bo'lib yur deb aytishadi.